Olá, crítica. Marrom. Güllari hamda ko'priklarni asfaltlashtirishdan bog'liq loyihalarimizga ushbu loyihalarga 1.600 kreditdan ajratib berilmoqda. Faqatgina Xumron qishlog'iga ko'rsatilgan mablag'ni 1.600 ming ko'rsatilgan. Bundan tashqari ijtimoiy soha obyektlarimizga, ya'ni rajon hududidagi 6 maktabimizga 1.600 bu yerda sport maydonchasi barpo etiladi. Novvoylar, shu Anjeli bog'imizning Novvoylar hamda Bozorjoy qishloqlariga 1.600 kredit yetdi. Hamda oxirgi loyihamiz bu 24-sonli maktabimizga sport maydonchasi bilan bog'liq tadbirlarga 1.648. Jami ushbu loyihalarga 11.442 mablag' ajratildi. Bundan tashqari birinchi tashabbus byudjet jarayonlari birinchi mavsumida jami jamg'armaga 11.413 yo'naltirildi. G'olib loyihalarga ajratilgandan so'ng ushbu jamg'armamizga hozirgi kunda 520 million so'm mablag' qoldi shakllanmoqda. Bu yerda yana bir qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, keyingi g'olib bo'lmagan loyihalarimizni moliyalashtirish maqsadida bizda hisob qilingan mablag'larimizni shakllanishi hisobidan qo'shimcha g'olib aniqlashimiz mumkin edi. Afsuski, oldingi loyihalarimizga hisob qilingan mablag'lar to'liq qaytarilmadi, ya'ni ular o'sha qo'shimcha ishlar bajarilishi hisobidan mablag'lar to'liq shakllanmagani uchun hozirgi kunda qo'shimcha g'oliblarimiz aniqlanmadi. Shu qisqacha aytadigan bo'lsak, tashabbus bo'yicha 7 ta loyihamiz g'olib deb topiladi. Bundan tashqari xabarlarda yangilik bo'lgan Oliy Majlis Senati qonunchilik palatalari tomonidan ularga ham qo'shimcha vakolatlar berilgan. Har bir o'sha qonunchilik palatasidan biriktirilgan vakillarimiz har yil davomida har bir mavsumda bir marotaba o'zlariga hududlarda bitta hududdan o'zlariga munosib bo'lgan loyihani g'olib deb topish mumkin. Bu vakolat bergan hozirgi kunda bo'yicha jarayonlar ketyapti. Buning tartibi qanday bo'ladi? Qonunchilik palatasi tomonidan o'zlari ma'qul ko'rgan loyihani Sudrat Moliya vazirligi bilan kelishilgan holda beriladi. Tasdiqlanib ma'qullangandan so'ng ushbu g'olib loyiha Respublika Oliy Majlis Senatining qaroriga asosan belgilab beriladi hamda mablag'lar vazirlik tomonidan Sudrat va Moliya vazirligi tomonidan moliyalashtirib beriladi. Bu bo'yicha hozircha ishlar jarayon ketayotgan munosabat bilan hozircha g'olibimiz aniqlanmagan. Ular o'zlari qaysi loyihani munosib ko'rishlariga bog'liq bo'lib turibdi. Rahmat.
Savollar bor? Hurmatli rais, haqiqatdan sizda ham xabar bor. O'shanga chetlab mahalla fuqarolar o'sha bizada deputatlar edi. Murojaat qilishdi. Ular oxirgi o'yinga xabar bor. Xabar. 450 million rupiya pul qoldi. Biz o'shanga endi oxiriga kelib qoldik. Shu 450 million pulni olish imkoniyati bormi? Shu kengashi ko'rib bersa yaxshi bo'lardi. Xalq endi o'z murojaat qilib turibdi. Shu marta chiqgan o'zim borib gaplashdim. Mana shuni sizga taklif bo'ldi. Agar imkoniyati bo'lsa, saytingiz olib 500 million oshiqroq qolgan. Hech bo'lmasa shuni yarmisini bersangiz, mana bu ishimiz qiladi. Rahmat savollarga bu narsa hozirda 520 million jamoamizga bo'ldi. Bu bo'yicha biz ham taklifimiz berdik. Hozir bundan tashqari oldingi ma'lumotlarga g'oliblik topilgan loyihalarga buyurtmachilarga biz ham xat bilan chiqdi hamda o'zimiz ham bog'lanib turibmiz. Hisob qilingan mablag'larni zudlikdan qaytarish chorasini ko'rib berishlarini, chunki bu yerda nizom ko'rsatuvchini o'nki muddatda mana bugundan boshlab ular o'nki muddatda bizga qaytarib berish kerak. Qaytarib berdiki, o'sha yetarli mablag' shakllansa, nizomni ham 616 da ko'rsatib o'tilgan. Qo'shimcha g'olib loyihalar aniqlayotgan vaqtlarda jamg'armada o'sha g'olib loyihaga yetarli mablag' to'liq shakllangan bo'lishi kerak. O'sha mablag' to'liq shakllantirish chorasini hozircha ko'ramiz. Bundan tashqari o'sha bizlarga ham Oliy Majlisda Qonunchilik palatasidan biriktirilgan vakilimizga ham biz bu narsani taklifini berdik. Shu 8-o'rindagi Changarondagi suv bilan bog'liq loyihamizga yana shuncha ovoz olingan, lekin afsuski g'olib bo'la olmagan inobatga olib berishimizni, shu bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarga ishtirok etib o'zi fikrimizni, tashabbusimizni qo'llab-quvvatlash bo'yicha taklifimizni berdik. Bu bo'yicha ham bizda Nuriddin aka biriktirilgan o'sha kishi bilan biz ham bog'landik. Xabarlar bor. Bu bo'yicha taklifini beraman dedilar hozircha. Endi biz ham bundan tashqari o'sha hisob qilinishi kerak yoki qaytariladigan mablag'lar bo'yicha ishlaymiz. Bu bo'yicha ham qayni o'nki muddatda xizmatlar natijasiga xudo xohlasa harakat qilamiz. Savol bo'ldi. Yetkiga o'g'irlik yaptırıyorsun, anlatayım bana. Endi ularga albatta loyihasini ishlab qilmadi, shu bo'yicha Alman ajratadi. Bitta obyektdan 5tasi bir xil mablag' ajratyapti. Mana shuni tushunmay qoldim. 5 ta ekan. 5 obyektdan bir xil. Bu yerda o'zimizga Qolishini. Bu yerda nimaga asosan tanqismoq qilingan demoqchiman. tashabbuskorlarimiz tomonidan aksariyat yo'llarni tushunayapman. Tashabbuskorlar yo'lini mablag' qismiga tega olmaydi. Bu yo'q, avtomat dasturda shakllanadi. Faqat tashabbuskor qancha kilometr asoslashtiriladi, o'shani kilometrni ko'rsatgan paytda dastur unga mablag'ni o'zi shakllantiradi. Bu yerda demoqchimanki, tashabbuskor o'zi 3 kilometrni aytib belgilagan bu yerda. Shuni yuzasidan hammasiga bir xil summa keladi. Bir xil summani tortgan. 3 kilometr. Rahmat. yana bir kishi marhamat. Savunma so'radiman, o'zi qonunchilik palatasi ham bitta imkoniyat aytib o'tishdi. Shunga qonunchilik palatasi bizning saylov jarayonida 3 ta tuman hisobidan saylanganda bu kishi Buxoro tuman, Rometdan o'qiy. Endi bu kishilar har bitta tumanni bittadanmi yoki shu okruglar bo'yicha bitta qo'yilyaptida. Shuning uchun agar nima bo'layotgan bo'lsa, biz tomonidan ham qanotchi bir kishilar kengashtirmasi bilan bizda saylovlar nima degan boshqa tumanlardan ketib qolmasa shunga qanaqa bo'lmasi bo'ladi. Javob berayman. O'zal tumaniga Oybek Rahimov qo'yib tushyapti. Mana bu masala bo'yicha hozirgi open byudjetdagi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatiga berilgan vakolat bo'yicha shu kishiga tushgan. Nuriddin aka bizning tumandan saylangan, u kishiga u kishi moliyachi, iqtisodchi, sohaviy shu sohani egasi uchun ham bizning tumandan saylanganligi uchun bizning tumanda ham bor demoqchiman-da, boshqa tumanda ham bor.
shu narsaga tashkilotchilik hissasini qo'shyapti. Shu narsaga erishaylik, shu vakolatdan Shobkent tumanida ham foydalansin degan maqsad bilan amal qilyapti. Biz bu bo'yicha adashmasam 7-8 ta 2 kun davomida 7-8 ta obyektlarni ko'rdik. Anaqada o'tmagan. 7 taga bo'lmaganlar. Jumladan shu Chaygarondagi obyektlarni ham borib ko'rdik. Bu 400 million 500 million yerda yetishmas ekan, bu 1 milliard 650 million atrofida summa. Loyihalarni ham ko'rdik, bu bo'yicha takliflarni tahliliy masalalar ko'rilyapti. Agar boshqa nima yo'qmi? Savol javoblar. Bo'lmasa komissiyaning xulosasini, doimiy komissiya xulosasini berish uchun mahalliy byudjet tadbirkorligini rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari uchun doimiy komissiya raisi o'rinbosari hay'atlangan. Biz bu masalani doimiy komissiyaga ko'rib chiqdik. Barcha deputatlarga rahmat. Hurmatli deputatlar, muhokama qilingan masala bo'yicha kengash qarorini qabul qilishimiz kerak. Faqat muhokama qilingan masala bo'yicha kengash qarorini qabul qilishimiz kerak. Doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha kimda yana biror bir taklif bormi? Boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasi asosida qabul qilinsin va deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin degan taklif kiritilmoqda. Shu takliflarga qo'shilganlar qo'l ko'tarib tasdiqlashlar kerak. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi 3-masala Toshkent tuman mahalliy byudjetining 2025-yil ijrosi hamda daromadlar va xarajatlar rejasiga kiritilgan o'zgartishlar to'g'risida. Hisobot berish uchun so'z Toshkent tumani iqtisodiyot va moliya bo'lim boshlig'i o'rinbosari Ro'ziyev Shahob Nechpo'latovga. Marhamat, yana sizga. O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksining 22-moddasiga muvofiq shahar kengashlari tomonidan tuman byudjeti hamda tuman hokimligi qonunlariga muvofiq o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. 2025-yil davomida mahalliy byudjetning daromadlari rosti 35 milliard tashkil etib, ijrosi 1-2-3% bajarilgan. Ya'ni bajarilgan bo'lsa 2025-yil byudjetining daromadlarini 4% belgilangan bo'lsa, ijrosi esa 1-2-5, ya'ni o'rtadan bajarilgan. Amalar byudjet berilgan. Bundan tashqari xarajatlarni to'xtatadigan bo'lsak, xarajatlarni 2025-yil davomida 165% belgilangan bo'lsa, ijrosi esa 167-5 amalga oshirilgan. Bu ijroga nisbatan milliarddan ortiq boshqa xarajatlarni, ya'ni bu qayerdan shakllantirib, bu respublikamizdan hamda viloyatlarimizda mahalliy byudjetlar hisobidan qo'shimcha mablag'lar tumanimizning xarajatlarini qoplash maqsadida yo'naltirilgan. Bundan tashqari eng katta xarajatlarimiz tumanimizdagi ijtimoiy sohalarimizga yo'naltirilgan 70 milliarddan ortiq. Ya'ni ushbu xarajatlarimizning 1% tashkil etyapti. Bundan tashqari daromadlarimizni kiritilgan o'zgartirishlar bo'yicha ham quyidagi taqdim etib o'tilgan daromadlarimiz hamda xarajatlarimiz barchasi teng ravishda belgilandi. Ya'ni 134 milliard daromad to'layotgan bo'lsa, 134 milliard so'm xarajat. Lekin xarajatlarimiz ko'zda tutilmagan, yil davomida ko'zda tutilmagan xarajatlar